90% odamlar bilmaydigan faktlar. Xitoy tarixidagi eng dahshatli ocharchilik 1959-yil va 1961-yillarda sodir bo'lgan va Buyuk Xitoy ocharchilik nomi bilan mashhur bo'lgan. Ushbu ofat natijasida turli manbalarga ko'ra 15 milliondan 55 milliongacha kishi vafot etgan bo'lib, bu insoniyat tarixidagi eng yirik ocharchilik hisoblangan. Ocharchilik faqatgina tabiiy ofatlar emas, balki noto'g'ri yuritilgan davlat siyosati natijasida kelib chiqqan. Chumchuqlarga qarshi kurash 4 zarrali kampaniyasi doirasida chumchuqlarni qirg'in qilinish ekologik muvozanatni buzdi. Natijada chigirtkalar ko'payib, hosilni yo'q qildi. Qishloq xo'jaligi yerlari umumlashtirib, xususiy mulk bekor qilindi. Dehqonlar o'z mahsulotlariga ega bo'la olmay qoldi. Bu esa ish samaradorligini pasaytirdi. Yolg'on hisobotlar, mahalliy amaldorlar markaziy hukumatga hosildorlik haqida bo'rttirilgan raqamlarni taqdim etishgan. Shunga asosan davlat oziq-ovqatni katta qismini olib qo'ygan va dehqonlar och qolgan. Tabiiy ofatlar, qurg'oqchilik va toshqinlar vaziyatni yanada og'irlashtirgan, ammo ular asosiy sabablar emas, balki trejeri vazifasini o'tagan. Aholi soni kamayishi, ko'plab odamlarning o'limidan tashqari tug'ilish darajasi ham keskin tushib ketgan. Ijtimoiy fojialar, ocharchilikning eng og'ir davrlarida kannibalizm, odamxo'rlik holatlari ham qayd etilgan. Iqtisodiy inqiroz, sanoat va qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish deyarli to'xtab qolgan. Siyosiy o'zgarishlar, bu muvaffaqiyatsizlik Mao Szedyinning obro'siga putur yetkazgan va keyinchalik madaniy inqilob boshlanishiga bilvosita turtki bo'lgan. Xitoydagi bu davr rasman 3 yillik tabiiy ofatlar deb atalsa-da, zamonaviy tadqiqotchilar buni asosan inson omili keltirib chiqargan fojia deb baholashadi.